Kuzovini o'zgartirdingiz, o'zgartirdik mana akalar. Shaklini ham o'zgartirdik, dizaynini ham o'zgartirdik, sifatini ham o'zgartirdik. Juda ham baquvvat kuzov qo'yildi. UzAvtotreyler zavodida ishlab chiqarilayotgan baquvvat kuzovni 6 kubalik kuzovni mana shu samovalimizga o'rnatdik. Bundan buyog'iga mana shu modelimiz faqat shu kuzov bilan ishlab chiqariladi. Krilolari ham baquvvat 0.2 mm lik listdan ishlangan, yonidagi защитниклari ham 0.2 mm lik listdan ishlangan. Mana UzAvtotreylerda ishlab chiqarilayotganligini isboti. Bu zavod bilasizlar, O'zbekistondagi nomer 1 kuzov ishlab chiqaradigan zavod hisoblanadi. Yana qo'shimcha ravishda 360 kameralar qo'ydirdik. Monitorlari bilan birgalikda bu mashinalar sizni kutyapti. Bemalol kelib xarid qilishlaringiz mumkin. Agar bu уже kerak emas, kuzovim bor desangiz, shassi holatda ham olib kelib qo'ydik akalar. Bunda razdatka insho hech narsasi yo'q, faqat shassini o'zi bemalol xarid qilsalaringiz bo'ladi. Shassi 421 million so'm, samosval 495 million so'm. Qaysi biri kerak bo'lsa bemalol kelib xarid qilaverasizlar. Yana qanaqa o'zgartirish kiritaylik, yana qanaqa top opsiya qo'shaylik. Agar sizga qiziq bo'lsa, yana nimadir kerak bo'lsa, qo'shimcha обязательно kommentariyada yozib qoldiring.